Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'pchilik umra yoki haj ziyoratini amalga oshirish uchun Makka va Madina shahriga kelishganda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning masjidlari bo'lmish Nabaviyga kelishadi va ravzalarga ham kirishga harakat qilishadi. Lekin afsuski ravzaga to'g'ridan-to'g'ri kirishning imkoni yo'q. Sizga kirish uchun maxsus QR kod kerak bo'ladi va u QR kodni olishingiz uchun ayrim ilovalardan foydalanib, oldindan onlayn tarzda navbat olishingiz kerak bo'ladi. Ayrim paytlarda 3 kun, ayrim paytlarda esa 1 haftada navbat keladi va ko'pchilik bu ilovalardan foydalanishni tushunmaydi. Xuddi shunday biz ham keldik va bizga ham QR kod kerak edi. Ayrim yurtdoshlarimiz oldindan bron qilib QR kod olib tirikchilik qilishar ekan. QR kodni olishda yordam so'rash uchun Saudiyadagi o'zbek Telegram guruhlariga murojaat qildik va u guruhdagi qo'shtirnoq ichidagi shaxs o'zbek kartasiga pul tashashimizni va QR kodni tashlab berishini aytdi. Kartaga pulni tashashimiz bilan bizni bloklab tashladi. Menimcha pul uchun bunaqa muqaddas joydan foydalanib, gunohga botmagan yaxshi deb o'ylayman. Yana alam qiladigani bu o'zimizning o'zbek qardoshlarimiz ekanligi. Tegishli tashkilotlardan so'rardimki, bunaqangi xunuk ishlarni oldini olishni va nihoyat ishonchli QR kodni oladigan insonlarni topdim. Menga yoqqani ular ravzaga kirib chiqqanlaringizdan keyin pulni olishadi. Mabodo QR kod ishlamay qolsa, bepulga boshqatdan tayyorlab berishadi. Va bir martalik QR kodning bir kishi uchun narxi $8. U insonlarni telefon raqamlari va telegramini qoldirib ketaman.